barchaning kayfiyati o'zgacha tarzda porlamoqda. To'g'risi aytadigan bo'lsak, bugun yoshlar ijod festivaliga tashrif buyurgan mehmonlarimizni qalbida o'zgacha hayajon bor. Sababi bugun maktabni 11 yil davomida a'lo baholarga tugatib, o'zini ham tenglari orasida odob, axloqi, yurish-turishi bilan ajralib turadigan yigit-qizlarimizni juda ko'pchiligini bugun Xudo xolasa taqdirlaymiz. Kumush medallari, oltin medallar bilan maktabni tugatgan o'quvchilarimizni barchalari jamul-jam bo'lishgan. Barcha yoshlarga omad tilaymiz. Xudo xolasa kelajakdagi o'zlari oldlariga qo'ygan kasb egalari bo'lishlarini, ota-onalarini yuzini yorug' qiladigan, ham tenglardan ajralib turadigan haqiqiy kasb egalari bo'lishlarini bugun tilak qilib qolamiz. Chiroyli taqdirlash marosimidan so'ng G'ijduvonimizning ko'zga ko'ringan taniqli san'atkorlari tomonidan ijro etiladigan barcha kuy va qo'shiqlar birdek barcha G'ijduvon xalqiga manzur keladi deb umid etamiz. Barchaga omad, bayram muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshlar, hurmatli ota-onalar, ustozlar, mehmonlar va bugungi tantanamiz sababchilari bo'lgan hurmatli bitiruvchilar. Biz sizlar bilan umumiy o'rta ta'limni muvaffaqiyatli tamomlagan, bilim va intizomda tengdoshlarga o'rnak bo'lgan o'quvchilarimizning yuksak e'tirof, oltin va kumush medallar bilan taqdirlash uchun jam bo'lganmiz. Joriy o'quv yilida tumanimizdagi maktablarni jami 3882 nafar bitiruvchi tamomladi. Shundan 49 nafar o'quvchi oltin, 6 nafar o'quvchi kumush medal bilan taqdirlanmoqda. Bu natijalar nafaqat o'quvchilarimizning, balki ularning ota-onalari va ustozlarning ham ulkan mehnat samarasi hisoblanadi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarning sifatli ta'lim olishi, zamonaviy kasb hunarlarini egallashi va o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Aziz medal sohiblari, sizlarni ushbu yuksak e'tirof bilan samimiy muborakbod etaman. Kelgusida ham vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va yangi O'zbekiston ravnaqi yo'lida munosib hissa qo'shishlik yetuk mutaxassislar, vatanparvar insonlar bo'lib kamol topishingizni tilayman.